Assalomu alaykum aziz muhtaram bizni kuzatib borayotgan O'zbekiston xalqi. Assalomu alaykum tutayotgan ro'zalaringiz hammaga demak nasib qilsin va Allohga demak qabul bo'lsin. Rahmat e'tiborlaringiz uchun, savollaringiz uchun ham juda katta rahmat. Ayrim hollarda azizlar shunday savollar beriladiki, bu savollarni ko'pchilik mutaxassislar ham o'z vaqtida demak savol tariqasida bera olmaydi. Masalan, hozirgi videomda mana shu oxirgi oylarda bir necha odamdan, masalan, Toshkent viloyatidan, menimcha Olmaliqdan, Qirg'izistondan Salohiddin degan yigit, bundan tashqari Tojikistondan va Andijondan, men adashmasam, shunday savol berishgan. Domla, travmadan keyin rivojlanadigan artroz, artritlarda nimaga shu travma olingan bo'g'imdan tashqari boshqa bo'g'imlarga ham artroz, artrit boshlanishiga olib keladi? Savolni qarang, qanday ajoyib savol, juda to'g'ri savol, juda ko'p mukammal o'rganilgan va javobini hamma bilishi kerak bo'lgan savol. Qarang qanday. Travmalardan keyin, har xil bo'g'imlar travmalardan keyin paydo bo'ladigan artrit, artrozlar nimaga boshqa bo'g'imlarda ham ma'lum vaqt o'tgandan keyin rivojlanib ketadi? Boshqa bo'g'imlarda ham artroz, artritlar kelib chiqishiga olib keladi. Nima uchun? Bitta, ikkita bo'g'imda bo'lgan travmadan keyingi artrit, artrozlar ko'pchilik boshqa bo'g'imlarda ham artroz, artritlar rivojlanishiga olib keladi. Savol juda ham qiziq, ajoyib va ancha yillar oldin bunga, men adashmasam 20 yildan oshiq oldin bunga aniq javob berilgan. Rahmat bu savol uchun. Demak, bugungi videomizning nomi nima uchun travmadan keyingi artrit, artrozlarda boshqa bo'g'imlar ham demak bu kasallik bilan kasallanadi yoki boshqa bo'g'imlarda ham artrit, artrozlar rivojlanadi. Nima uchun shunday? Avvalambor shuni aytish kerak, azizlar, bu tibbiy sir emas. Buni hamma bilishi kerak. Har bir bo'g'imda bo'lgan travma travmatolog tarafidan baholanishi kerak. Ya'ni bu oddiy yumshoq to'qimalar zararlanishidan bo'g'imning paylari, bog'lamlari, bo'g'im atrofi mushaklari, bo'g'imning qattiq to'qimalari, tog'aylari zararlanishigacha bo'lgan har bir bo'g'imning travmatik shikastlanishi travmatolog tarafdan baholanishi kerak va o'z vaqtida travmatolog yordam ko'rsatish kerak. Nima uchun men shunday deyapman, azizlar? Har bir travmadan keyin rivojlanadigan osteoartrit, bu hozirgi zamonaviy nomi, eski nomi artroz, bu o'sha travmaning to'g'ri o'z vaqtida tashxislanib, diagnostika qilib, to'g'ri davolanmanligining oqibati, ya'ni travmaning asorati hisoblanadi. Har bir travmadan keyin rivojlanadigan osteoartrit, artrozlar bo'g'imlarda bu o'sha travmaning o'z vaqtida to'g'ri davolanmaganligi oqibati hisoblanadi, asorati hisoblanadi. Ana bu kirish so'zi. Demak, aniq sabab nima uchun boshqa bo'g'imlarda ham artrit, artrozlar rivojlanishiga olib kelinishi bu 20 yildan oldin aniqlangan. Bu travmadan keyingi osteoartrit, artrozlar rivojlanishidagi to'qima hujayralardagi bo'ladigan o'zgarishlar asosida interleykin 1 degan yallig'lanish oqsilining bizning limfatitlar tarafidan o'choqda ko'plab ishlab chiqilishi oqibatida demak bu yallig'lanish chaqiruvchi demak oqsil bo'lib interleykin 1 qon orqali boshqa bo'g'imlarga ham, ko'proq katta va o'rta bo'g'imlarga ham borib o'sha yerda yumshoq to'qimalar va tog'aylar zararlanishiga, yallig'lanishiga olib keladi. Agar o'z vaqtida travmadan keyingi demak holat yallig'lanishlar davolanmasa, travmaning yetkazgan shikasti, zarari davolanmasa, mana shunday oqibatga olib keladi. Demak, interleykin 1 ga bog'liq bo'lgancha patogentik bu boshqa bo'g'imlarda ham
yallig'lanishni olib keladi. Agar o'sha travma yetkazgan zarar davolanmasa. Demak, birinchi sabab patogenitlik bu interleykin 1ga bog'liqligi. Hamma travmadan keyingi osteoartrozlarning interleykin 1 yallig'lanish chaqiruvchi, demak, oqsilning ko'plab yallig'lanish o'chog'ida ishlab chiqarilib, qon orqali boshqa bo'g'imlarga borib, ko'proq o'rta va katta bo'g'imlarda yana artrit chaqirishga olib kelishi asosiy patogenitlik mexanizmida yotadi. Endi sabablariga kelsak. Har bir travmatolog tomonidan baholanib, shikastlangan, zararlangan travmadan bo'g'imni demak, harakatlar cheklanganligi va travma zarari rentgen, hozir sifrovoy raqamli rentgen, MRT, MSKT orqali baholanish kerak. Hech bo'lmaganda UZI orqali. Rentgen va bo'g'imni UZIsi orqali baholanib yordam ko'rsatilishi kerak. Travmatologlar juda yaxshi bilishadi. O'z vaqtida ko'rsatilgan yordam juda katta ahamiyatga ega. Artrozni oldini oladi. Bo'g'im to'liq tiklanadi agar o'z vaqtida travmatologik yordam ko'rsatilsa. Ya'ni bo'g'imda bo'lgan o'zgarishlar baholanib, kerak bo'lsa kichik operatsiya yoki bo'g'imga immobilizatsiya 2 haftadan to bir necha oygacha bo'g'imda harakat cheklanishi kerak va davolab berilishi kerak. Yetkazilgan travmatik zarariga qarab. Mana bu birinchi sabab. O'z vaqtida travmatologik yordam to'g'ri ko'rsatilishi. Tekshirib, tashxis, diagnoz qo'yiladi. Ikkinchisi, buni erta davomiy davo. Biz erta davomiy davo deymiz. Misol uchun 2 haftaga, 3 haftaga, 1,5 oyga qo'yilgan immobilizatsiya, langeta yoki gips yoki langeta cheklov, bo'g'imga harakat cheklovi davomida bemor travmatolog tomonidan yozilgan hamma demak tavsiyalarni, davolarni olish kerak. Bu ichadigan dorilar, hamma og'riqsizlantiradigan yallig'lanish qarshi vositalar, antibiotiklar va mahalliy fizioterapiya. Buni olish kerak. Va o'z vaqtida travmatolog oldiga, demak, qabulga qayta borish kerak. Bu ikkinchi sabab. Uchinchi sabab bu, demak, paydo bo'layotgan artrit belgilari. Paydo bo'layotgan artrit belgilari, demak, bu qachon paydo bo'ladi? Agar travmadan keyingi, demak, holat to'liq travmani o'zi va unda asoratlar to'liq davolanmasa, 12 hafta ichida boshqa bo'g'imlarga ham bu yallig'lanishlar o'tadi. Simmetrik bo'lish shart emas. Tepadagi, misol, tizzada bo'lingan travmadan keyingi artrit son chanoq bo'g'imiga yoki pastki galinostop deymiz, oshiq bo'g'imiga o'tishi mumkin. Simmetrik kamdan kam bo'ladi. Simmetrik ham bo'ladi. Qon orqali hamma yerga interleykin borib, katta o'rta bo'g'imlar zararlaydi. Demak, bu keyingisi artrit belgilari. Artrit belgilari paydo bo'lganligini birinchi travmadan keyingi osteoartrozda biz revmatologlarga murojaat qilganda birinchi o'rinda yumshoq to'qimalar zararlanishini o'zi orqali ko'ramiz va MRT, MSKT qildiramiz bo'g'imni va bir masalani hal qilamiz. Demak, travmatologik yordam kerakmi, yo'qmi? O'sha tog'aylar, yumshoq to'qimalar, ayniqsa tog'aylar va suyak to'qimalarining demak, travmatologik yordamga muhtoj bo'lgan zararlanishi bormi, yo'qmi? O'sha zararlangan tog'aylarning parchalanishi, parchalari ezilishi va meniskopatiya yoki o'sha Stoller klassifikatsiyasi bo'yicha meniskaning travmatologik zararlanishiga darajalari. Mana bularni biz va bog'lamlarning yirtilishi darajalarini biz yumshoq to'qimalarni tekshirgan UZI hamda MRT orqali demak 90% gacha aniq tashxis qo'yamiz. Mana buni men doimo travmadan keyin kelgan bemorlarda bitta ikkita bo'g'imda albatta MRT va yumshoq to'qimalarni UZIsini qildirib aniq tashxis qo'yishga harakat qilamiz. Mana shu demak aniq payqash. Bu posttraumatik travmadan keyingi osteoartroz rivojlanishi borligini aniq tasdiqlash. Chunki uzoq vaqt travmadan keyingi artritlarda azizlar, interleykin 1 yallig'lanish oqsilining ustunligi boradi. Hujayralar nekrozini chaqiruvchi interleykinlar, interleykin 6, 3, bular 17, bular keyin qo'shiladi, ancha keyin. Shuning uchun ham
travmadan keyingi bo'lgan osteoartrit, artrozlarga prognoz, demak, keyingi tuzalib ketish ehtimoli juda yuqori, agar to'g'ri davolansa. Buni doimo bilish kerak. Shuning uchun ham posttraumatik artroz, artritlar alohida turadi. Osteoartritlarning alohida guruhi. Bunga e'tibor boshqacha. Endi agarda MRT va yumshoq to'qimalarda o'zingizda bo'g'imda travmatologlar shug'ullanadigan darajada shikastlanishlar bo'lmasa, faqat osteoartrit, artroz belgilari bo'lsa, unda biz revmatologlar to'liq davolashga o'tamiz. O'zimizning, demak, yallig'lanish qarshi vositalar va ba'zisini dorilar bilan. Ba'zisini asosiy kasallikni modifikatsiya qiladigan osteoartrit, artroz davolar, bular yaxshi bilasiz. Sitostatiklar, lifnamid gruppasi, gidroksixloroxin gruppasi. Mana bular va sulfasalazin guruhi. 4 ta asosiy qisqa gormonal davo va albatta interleykin 1 ni bloklaydigan dorilar. Piasklidin 300 mg kuniga, kamdan kam 600, uzoq muddat, yillab. Hamda arterin, diatserin yoki diaflex. Bular demak interleykin 1 ni bloklaydigan dorilar. Amtroxinolin guruhi. Bular albatta beriladi. Posttraumatik artroz, artritlarga qanchalik erta interleykin 1 ni bloklaydigan dorilar berilsa, shuncha artroz to'xtaydi, boshlanish darajalarida artroz yetirilish orqaga qaytadi. Va yallig'lanish alomatlari tez so'nadi. Monoklonal antitillar kamdan kam ishlatiladi. Mana shunday va mahalliy davo ham beriladi. Yallig'lanish, bo'g'imda yallig'lanish darajalari, sinovitlar, suv yig'ilishlar, kistalar, pannuslar va boshqa yallig'lanish belgilari pasaysa, qonda ham pasaysa, qonda ham yo'qolsa, unda biz fizioterapiya boshlaymiz. Yallig'lanish pasaygandan keyin asosiy kasallikni modifikatsiya qilgan dorilar va demak mahalliy davo. Undan tashqari yallig'lanish pasaygan sari bo'g'imning ichida, bemorning organizmida, qon tahlillarida biz tog'aylar tiklovchi dorilar ham beramiz. Nima uchun shunday? Interleykin 1 ni bloklaydigan dorilarning o'zi tog'aylar tiklash xususiyati juda kuchli. Shuning uchun biz ehtiyot bilan beramiz. O'sha demak xandratin sulfat va xandratin sulfat 1,5-2000 dozada, glikozamin ham xuddi shunday 2,5 minggacha yedinsada beriladi. Bular ikkalasi birga chiqqan dorilar ham bor. Buni ko'p bilasizlar. Dozasi baland berish kerak. Xandratin sulfat va glikozaminning dozasi baland berish kerak. 2,5 gacha beramiz. Lekin interleykin 1 guruhi dorilarni berganimizda, piasklidin, arterin, diatserin, diaflex berganimizda ishni surish xususiyati, nojo'ya ta'siri paydo bo'ladi. Shuning uchun ham biz interleykin 1 ni bloklaydigan dorilarni o'rta yuqori dozada berganimizda xandraprotektor deymiz, tog'aylar tiklovchi glikozamin va xandratin sulfat dorilarni pastroq dozada va keyinroq sekin-sekin qo'shamiz. Chunki oshqozon ichakga nojo'ya ta'sirlari bo'lmasligi uchun. Buni eslab qoling. Shunday azizlarim. Demak, posttraumatik travmadan keyingi artroz, artritlar bu demak o'z vaqtida travmatologik yordam bo'lmaganligi, o'z vaqtida to'g'ri tashxis qo'yilmaganligi, o'z vaqtida travma davolanmaganligi, uni asoratlari davolanmaganligining oqibati hisoblanadi. Shuning uchun azizlar, ko'pincha biz travmadan keyingi osteoartrit, artrozlarni travmatologlar bilan birga davolaymiz. Nega deganda travmatologlarning yordami kerak bo'ladi. Ayrim hollarda qattiq shikastlardan keyin sinish, mana bo'g'imning demak yondan, bo'g'im past qismidan sinishlari ko'pincha demak har xil deformatsiyalarga olib keladi. Shuning uchun ortoped, travmatolog, ortopedlarning ham bizga maslahati ko'p kerak bo'ladi. Artrozlar hamma travmalardan keyin rivojlanavermaydi, lekin ko'pchiligidan keyin rivojlanadi. Chunki travmadan keyin bo'g'imning
demak kongruentligi, bir-biriga mosligi, anatomiya fiziologiyasi buzilishi mumkin. Shuning uchun ham artritlar rivojlanadi. Buni esdan chiqarmaslik kerak. Lekin bunda rivojlanganda revmatologlarga murojaat qilib, o'z vaqtida interleykin 1ning faolligi aniqlanib, qonda va bo'g'imda yallig'lanish belgilari balandligi aniqlanib, revmatolog tomonidan to'g'ri davolar berilsa, travmatologlarga yordam bo'ladi bu. Biz doim buni aytib kelamiz. Agar shunday davo berilmasa, demak, travma olgan bo'g'imdan tashqari sog'lom bo'lgan bo'g'imlarga ham artritlar tezroq rivojlanib ketadi. Agar interleykin 1 yallig'lanish chaqiruvchi oqsillar o'z vaqtida demak bloklanmasa, unga qarshi bo'lgan dorilar, antiarachnoid dorilar, arterin, diaterin, diaflex, piaskidinga o'xshagan dorilar o'z vaqtida to'g'ri dozada tanlab asosiy dorilar bilan birga berilmasa, demak posttraumatik artrozlar ham bemorlarda demak nogironlikka olib keladi va artritlarning hamma bo'g'imlarga tarqab ketishiga olib keladi. Tarqab ketishiga hamma bo'g'imlarda osteoartritlarning rivojlanishiga olib keladi. Posttraumatik demak osteoartrit artrozdan keyingi rivojlanish shunday bo'ladi kasallikda. Rahmat e'tiborlaringiz uchun, savollaringizga juda ham men e'tibor qilaman. Rahmat, mana savol berdingiz, men javob berdim. Bu juda ham demak ahamiyatli savol. Ayniqsa mana shu bo'g'im kasalliklariga oid savollaringiz bo'lsa bemalol men javob beraman, lekin mumkin qadar javob beraman. Chunki men olim mutaxassisman, men demak tibbiy darajada javob beraman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Mana bu keyingi vaqtda menga ko'p savollar beriladi. Har xil batlar, har xil reklama qilinayotgan loshadiniya sila boshqa dorilar to'g'risida ular tasdiqlanmagan bo'g'imlarga bo'lgan tiklash xususiyati, davolanish xususiyati tasdiqlanmagan. Ular bad dorilar hisoblanadi, azizlar. Shuning uchun ular dori hisoblanmaydi, davolovchi dori hisoblanmaydi. Ular biologik aktiv dabavkalar, ya'ni yeyishga, ovqatlanishga biodabavka hisoblanadi. Hech qanaqa dori emas. Shuning uchun azizlar, mana shunaqa savollar ham ko'p tushyapti. Men doim aytaman, tajribali revmatologga murojaat qiling. Yashash joyingizda, o'z viloyatingizda, viloyat markazida tajribali revmatologlar bor. Albatta, har bir revmatologik kasallik, bo'g'im artritlari to'g'ri tashxislanishi kerak. Nafaqat birlamchi tashxisda, birinchi marta diagnoz qo'yilganda va dinamikada har 3 oyda, 6 oyda u yana qayta tekshirilib turishi kerak. Nega deganda asoratlari, natija, dinamikada bo'layotgan natija qanday? Shunga qarab davolar yana to'g'rilanadi. Bo'lmasa, noto'g'ri ketish ehtimoli katta davoni. Mana shunday azizlarim, men sizlar bilan yaxshi gaplashib oldik bugun. Travmadan keyingi artrozlar haqida. Hozir osteoartritlar deyiladi, ilgari artroz deyilardi. Demak, juda ham muhim, statistikada ham katta rol o'ynaydi. Hamma osteoartritlar o'rtasida 15% dan ayrim mamlakatlarda 30% gacha travmadan keyingi artrozlar, osteoartritlar rol o'ynaydi. Lekin ko'pchilik odamlar o'zi olgan travmani eslay olmasligi mumkin. Shunday azizlar. Shuning uchun savollaringizni kutib qolaman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun azizlarim. Yana video orqali, intervyu orqali ko'rishguncha xayr, savollaringizni kutib qolaman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.